الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetlik qarindoshlar, biz bugun Sura Niso'ningki 77 oyatiga keldik. Ilgirki oyatlarda Alloh subhanahu va taolo haq yo'li va tog'utning yo'lida urush qilayotganlarninki mu'min va kofir iborat ikki turga bo'linadiganligi haqida so'zlagan va bizni Alloh yo'lida Allohning kalimasini eng buyuk o'ringa olib chiqish uchun urush qilishga chaqirgan. Bugungi oyatimizda Alloh subhanahu va taolo mu'min jamoatning ichida, xususan inson tabiatida bor bo'lgan shu urush qilish, jang, jihadga munosabatlik ba'zi taraflarni ichib turibdi. Davatudu astaizu billah. Alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Oyatning izohatiga tafsirisiga kirishdan ilgari qisqacha bir tarjima qilib o'tili. Qaramamsan ey Muhammad alayhissalom, xitob payg'ambar alayhissalomga, ammo Rasululloh boshda butun musulmonlarni, butun musulmonlar Rasulullohning ummatlarining hammani qana qiladi, o'z ichiga oladi. Qo'linglarni yig'inglar, namozinglarni o'qinglar, zakat beringlar deyilgan kishilarga qaramamsan. Bir zamonlarda bir sharoitlarda musulmonlarga bu shaklda xitob qiladi. Bular deydi, dastlab urushni talab qiladi, urush qilg'isi keladi. Falamma kutiba alayhimul qital, bularga urush farz qilinganida, ulardan bir guruh kishilar boshqa insonlardan urush qilishdan Allohdan qo'rqqanda qo'rqidi, balki uningdan o'taroq qo'rqidi. Bular deydiki, ey Robbimiz, nimishqa urushni bizga farz qilganlar? Buni ma'lum vaqt qilishlik kichik to'silib bo'lmasin, biz bir o'lib ketib olsak, hani o'lib ketganga qadar biz bir urush qilmasak degan shaklda ifoda bildirdi. Dangi Muhammad alayhisalom dunyoninki manfaati, dunyodagi yashash, dunyodan erishadigining az, oxirat haqiqiy Allohdan qo'rqqan, o'zini Allohning g'azabidan saqlagan kishi uchun eng yaxshidir. Oxiratda sizlar qilchilik zulm qilinmaysizlar. Oyat alam tara ifodasi bilan boshlandi qarindoshlar. Ilgirki bir qancha qitimliq darsimizda bu haqda so'zlab o'tdik. Ya'ni qaramamsa ma'nosidagi so'z, ammo Uyg'ur tarjimalariga bilmamsa shaklda tarjima qilinig'liq ko'pincha vaqtlarda. Buni biz ilgirim deb o'tdik, hozirmi qisqacha deb deymiz. Agar şu meseleler etrafımızdaki mesele olup kalsa, biz yaşayotgan devredeki mesele olup kalsa, bunun qaramamsa etrafın başta bir ahval var degan ma'noda tushunsak bo'ladi. Agar o'tib ketgan yoki bizning davrimizda bo'lmagan masala bo'lib qolsa, bilmamsa degan ma'noda bo'ladi. Qaramamsa bizning o'zimizning ko'ziga taynib turib shu ma'lumotni to'plashimiz, shuni ko'rishimizga bo'lgan bir ishorat shaklida kelgan bo'lsa, bilmamsa degan ma'no Allohning bizga xabar berishi shaklida ma'lumot yetkazish bo'ladi. Tabiiyki biz ko'zimizdan ko'rganni obdan tushuna olamiz, ammo uningdan obdan
eng to'g'ri shaklda tushunadiganimiz Allohning deb bergan. Chunki biz ko'rgan narsalarimizni to'g'ri shaklda tushunmaydigan ahvollar bo'lish, ya'ni ko'zimizning bizni aldish ehtimoli bo'lganligi uchun. Endi oyat başdala mandaq bir ahvolni bizga da'vatidi qarindoshlar. Kishi o'ziga kelayotgan ba'zi bir zulmlarni yoki o'ziga kelayotgan ba'zi xapliq, g'ururga tegadigan ba'zi ishlarni ko'taranmasdan sakrab chiqib qolishi mumkin. Fursat kelishdan ilgari yoki sharoit kelishdan ilgari. Yoki shuning turtkisida bir ishlarga qadam qilishi mumkin. Xuddi buning misoli Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның zamanısında hemen bildiğimiz davet yeni başlamagan vaqtda bir bölük kişiler İslam'a girdi. İslam'a kirganlarning ichida İslam'a kirishdan ilgari Mekke'de o kadar aziz yaşagan, o kadar boshqalarning oldida inovatli kishilar var ki Müslüman bo'lgandan keyin bularning uchraydigan aziyatlari, xapliqlari ko'payib ketgan. Bu bularga ruhiy jihatdan ig'ir kelgan. Shuning bilan bular o'zini tuta olmaydigan. Biz nimda bunda xapliqqa uchraymiz? Nimda bular bizni qanday qiladi, buzaq qiladi? Bizni ashta qilsa bo'lamdi deb Turkiyada mana chiqqan vaqtda bir umumiy nuqtadan emas, shaxsiy nuqtadan o'zininki kishilik g'ururi yoki kishilik uchurgan bir aziyatlari tufaylidan masalani urush qilish darajasiga yoki sakrab chiqish darajasiga ko'targan ba'zi ahvollar bo'lgan. Bular shu vaqtida payg'ambar alayhisolatu vasallam nima deganda to'ptiring. Kuffu aydiyakum. Men taqa urushga qana qilmadim, burilmadim. Hozir sizlarning qiladigan ishinglar oyatning 5 deyilgandek namoz o'qish, zakot berish. Chunki urush qilish Allah'ның dinini üstün qilish. Yani texmi kengaytib parçalab tushunsak, bu dinning kishilarini aziz qilish uchun bo'ladi. Bu dinga kirgan har a'zo mush idea bilan menish kerakki, o'zining shaxsiy kishilik xarakterini bir tarafga qayirib qo'yish kerak. Bu dinda oldi satib mengayotganlar bo'libmi? Avangard bo'lib mengayotganlar o'zining kishilik shaxsiy xarakterini butunlay bir tarafga qanday qo'yishga qayrab qo'yish kerak. Va ishlarning mushu asosda bir navbat bo'ladi, mushu asosda bir tartib bo'ladi. Ba'zi insonlar masala o'ziga kelgan vaqtda, mana bir nuqtani sizlarga texmi aniq tushuntirish uchun qiynalmayapman qarindoshlar. Masala o'ziga kelishning oldida boshqalar qanday bo'lib ketsin, umum musulmonlarning ahvoli qanday bo'lib ketsin, dinning ahvoli qanday bo'lib ketsin, masala yo'q. Ammo masala o'ziga kelgan vaqtida, o'ziga bir mayli g'urur jihatda, mayli moddiy jihatda, ma'naviy jihatda zarar ko'rgan vaqtda urush qilish, jang qilish, masalan, ma shakldagi da'volar bilan o'rtaga saklab tushadigan ahvollar bor. Oyat bizdan dal mushu masalani qanaqamoqchi, yo'qotmoqchi bo'ladi. Bu oyatdan Payg'ambar alayhisolamning zamonida shunday ahvol bo'lgan dedim ya. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan kelgan rivoyatlar shu. Abdurrahman ibn Avf qatorliq bir bilik sahobalar Rasulullohning qishiga kelib deydi-ki, "Ya Rasululloh, biz mushrik vaqtimizda nihoyatda azizdik. Musulmon bo'libdik, haq bizni buzaq qildi. Bir urush qilsa qolmamdi", dedi Payg'ambar alayhisolam. "Men hozircha bizga kelayotgan butun aziyatlarga sabr qilishga, ularga inkos qaytarmaslikka burildim, urushmanglar." Ondan keyin Rasululloh Madinaga bordi. Musulmonlar Madinaga ko'chib bordi. Bu yerda musulmonlarning bir bazasi shakllandi. Musulmonlarning bir kichik davlati shakllandi. O'zini qo'g'day oladigan bir holat shakllandi, bir jamiyat shakllandi. Shu vaqtda urushga ruxsat qilindi va keyin urush farz qilindi. Endi farz qilingan vaqtida falamma oyatning oxirida qarindoshlar, falamma
kutiba alayhimul qital, ularga urush farz qilingan vaqtda ulardan bir guruhlari Allah'tan qo'rqqandek yoki undan qattiqroq dushmanlardan qo'rqib deydi. Nimishqa? Chunki nazariya boshqa masala. Amaliyat boshqa masala. Nazariya burun sen talab qilgan vaqtning sening o'zingga bir ish kelayotgan davr. Sening shaxsiyating yoki o'zingning mayli iqtisodiy jihatda, moddiy jihatda, ma'naviy jihatda zararga uchrayotgan vaqti, bu vaqtda nazariya jihatdan urush qilsa qildi, sakrab chiqsa. Ammo sen bir eminlikka o'tib, urush qilmay qilib qolsan, xuddi saqab qolgandek yoki fursatparast qilgandek bir ahvolni ko'rgan vaqtida umum manfaat nuqtasidan urush farz qilinsa, Allah'ın kelimesini üstün qilish uchun, musulmonlarni izzatga erishtirish uchun urush farz qilinsa, vaqtda qo'rqib keyiniga chekinadi. Bu nazariy da'vo bilan uning amaliy tatbiqi reallikdagi amaliy maydonga kelgan vaqtdagi o'tirdi chiqadigan farq. Bu bir-birlik insonlarda mushu ahvol yuz beradi. Oyat mushu ahvolni alohida tilga olib bizda buningga qarshi bir immunitet kuchi paydo qilmoqchi bo'lyapti oyat. Oyatning maqsadi shu. Bizni tarbiyalamoqchi bo'lyapti. Bu ahvol Banu Isroilda bu şekilde bo'lgan ahvol. Sura Baqaraning 246-oyat o'qib o'tdik qarindoshlar o'z vaqtida. Deydi bu oyatda alam tara o'xshash ifoda alam tara qarmamsa bilmadingmi shu ahvolni? Ilal mala'i min bani Isroil min ba'di Musa. Musa alayhisolamdan keyin Banu Isroilning kişilerge qara. Ular özlerining şu vaqtdagi payg'ambariga bizga bir qo'mondan bir podshohning birini qilib bergin, tayinlab bergin. Alloh yo'lda urushaydi. Payg'ambar deydi-ki, agar urush farz qilinsa, keyninglarga chekilib olasizmi? Bularning javobi shu vaqtdan bo'ldi. Nima urush qilmoqdakmiz? Bizni yurtimizdan chiqarib atgan bo'lsa, bolalarimizni ayirib atgan bo'lsa, mana shakldan kas qaytadi. Falamma kutiba alayhimul qital, ular urush farz qilingan vaqtda az bir qismidan boshqasi hammasi keyniga qanaqa bo'ldi, chekinib oldi. Ya'ni bu yerdagi masala nima desa, nazariya bilan amaliyatning o'tirdagi farq. Nazariya bilan amaliyatning o'tirdagi farq. Tabiiyki buningni bilan biz bu yerda bu shakldagi insonlarni yoki bu shakldagi bir tipni butunlay yo'q chiqarib o'tmaymiz. Chunki bular payg'ambar emas, ma'sum emas. Şu hamsut emgen insonning ichki dunyosida paydo bo'ladigan bir tuyg'u bu. Har qanday insonda tuyg'u paydo bo'ladi. Mendan paydo bo'ldi, qarshi tarafdan paydo bo'ldi. Oyat, Qur'on dal buni bizning tozalab qanday qilmoqchi, chiqarmoqchi bo'lyotdi. Chiqarmoqchi. Ya'ni masalani o'zimizning manfaati, shaxsiy ahvolimizdan, shaxsiy zararimizdan halqib, texmi cho'ng doirada bizning oldimizga qo'yib Mesela sana qarashliq masala emas. Sen shaxsiy bulush sifatından bir insonga qarashliq masala. Mesela asosiy bu dinning risolat qismiga munosabatlik, Allohning kelimesini büyük qilish munosabatlik, bu yo'lda manganlarni, mu'min musulmonlarni aziz qilish munosabatlik masala. Sen g'azablanganingda Alloh uchun g'azablan. Qo'zg'alganingda Alloh uchun qo'zg'al. Urush qilganingda Alloh uchun urush qil. Har narsani o'ylasang, mushu da'vo, mushu yo'l, mushu ideyaga foydaliqmi, ziyonliqmi degan nuqtada turib yo'lga chiq ki shaxsiy ahvoling buningga ta'sir qilmasin. Agar umum manfaatga biz bayatni deyotgandek, menayotgan bu yo'lingga, bu da'voyingga shaxsiy ahvolingiz zid qolgan vaqtda uni qo'yishing kerak. Çünkü şahsi ahvali aldı planga chiqib olgan kishiningki rasmiy maydonga kelgan vaqtda keyniga chekinib olish ehtimoli nihoyat ko'p. Chunki inson qo'rqadi. Chunki o'zini deb chiqqan inson o'zini birinchi o'ringa qo'yadi. Hech kimning o'lgusi yo'q. Endi oyatdagi bir ifoda bizning diqqatimizni tortadi. İza fariqum minhum, ularning orasidan bir bo'lak kishilar bu insof bilan qilgan fikr yani. Yani demek çoğunu şu ki, hamada bunda emas. Maşta bir bölük insanlar var. Bir bölük insanlar var deyapti. Bu bir nokta. İkinci nokta bu yerda bizga bir ders beryapti Qur'on.
bir narsa o'rgatyapti. Allah xoliq bu sifati bilan bandalarning ichidagi bu passivlikni paloni pukuni qildi deb oshkorlamadi. Bir bo'llik kishilar, ya'ni Alloh bizni qanday qilyapti? Yo'g'atyapti. Allah bizni hurmatlayapti. Tuzilib deb tuzilishga nima beryapti? Fursat beryapti. Musha kelgan vaqtda men biroz bir narsalarni deyishni to'g'ri topdim. İnson bo'lish sifatimiz bilan bayatni deb o'tganimizdek payg'ambar emas biz. Xamstamgan inson, har insonning xatolashidigan tarafi bo'ladi. Men ma'lum jihat xatolashishim mumkin. Yana birisi, yana bir jihat xatolashdi. Men xatolashmagan bilan. Demak, hamma odamning bir xatoliklari bo'ladi. Alloh marhamat yuzidan bu xatolikni yo'qishi mumkin. Undaganda sen mi yo'qishing kerak? O'zingning xatoligini yo'qishing kerak. Buni tabiiy yo'qaysa, boshqalarning xatoligini ham yo'qishing kerakki, dal bizning bugungi jamiyatimizdagi umumlashgan bir ahvolning tam aksi. Biz bugun qanday qilyapmiz? Iz qo'g'lab tatilayapmiz. Tekshiryapmiz, aniqlayapmiz, kimning nimasi bor, kimning qanday xatoligi bor, kimning qanday aybi bor, buni o'rtaga aytqilyapmiz. Halbuki Alloh bizdek arzimas bir qullarining, bandalarining ayblarini yo'gab, buningga umum shaklda xitob qilyapti. Bu bizga nisbatan nihoyatda ig'ir bir signal qarindoshlar. Bizga nisbatan bir dars qarindoshlar. Alloh yo'g'iganni sen qanday qilishing kerak? Yo'g'ishing kerak. Endi oyatda ulardan bir bo'liklari Allohdan qo'rqqandek yoki undan betarroq kishilardan qo'rqudi. Nimishqa bu xil shakldagi insonlar o'zini asos qilib turib o'rtaga chiqqan yoki burun qilgan da'vosi o'zini asos qilib turib o'rtaga qo'yilgan da'voga chiqqan. O'zi oldi planda. Urushga kirishdan qo'rqdi, o'limdan qo'rqdi. Amaliyotda Allohga haqiqiy ishongan, oxiratga haqiqiy ishongan kishi uchun o'lim maqsadga yetishninki eng oxirgi bizning dunyoda bir bo'layotgan imtihonimiz var ya, shu imtihonning natijasiga ulashninki eng sog'lom va eng qisqa yo'li. Madam sen to'g'ri yo'l bilan mangsang, bu yo'lda o'lish, jang maydonida o'lish, shahid bo'lib o'lish maqsadga yetishning eng qisqa yo'li edi. Mishada o'limdan qo'rqish bizning qalbimizni qaytadan tashrif qish va oxiratga bo'lgan, tirilishga bo'lgan, jannat, do'zaxga bo'lgan bu yo'lga bo'lgan iymonimizni qaytadan tashrif qilishimizni taqozo qiladi. Endi insonning ojizlik nuqtasidan o'ylig'imizda buni bir tarafdan to'g'ri tushunishga bo'ladi. Qanday qarindoshlar, inson normal o'lgan vaqtida xuddi rohatda o'lgandek bir xil atrofda bir xil tuyg'u bor. Inson o'zligidan ko'rpi ustida, karvat ustida jini chiqib o'lsa, qarasa ko'z oldida bir inson sapsaq. Badan qurilishi sapsaq, hech qanday ish bo'lmay, tabiiy jini chiqib ketadi. Uning orqasida nima ish bo'ldi biz bilmaymiz. Ammo jangga kirgan vaqtda kallasi kesilishi mumkin, put-qo'llari kesilishi mumkin, portlab, titma-titma ketishi mumkin, kuyib ulab ketishi mumkin. Bu nuqtalar insonni birozaliqi qo'rqitadi. Amaliyotda jon chiqqandan keyingi hamma ahvol tamoman nima o'xshash qarindoshlar. Endi oyatning oxirida bular deydi-ki, mushu xil kishilar, ey Robbimiz, nimishqa bizga urushni farz qilganlar, bizni ma'lum vaqtgacha kechik to'silolmam. Ya'ni ma'lum vaqt ifodasi, ya'ni bularning hayotda bu urushga kirgisi yo'q. Bilib ketishni orzu qiladi. İnsan bir ülüdüğallıqını hammadan biladi ya. Hammadan yaş olsun, qir olsun, ülüdüğallıqı bir aniq mesele. Muşçaqça bir urush nim bo'lmagan bo'lsa, farz bo'lmagan bo'lsa, biz bir mashta bir ketib olgan bo'lsak degan bir ifoda bo'ladi ba. Bularning inkosi bu. Nima uchun shunday bo'ladi? Nima uchun buni taqozo qiladi? Chunki buni dunyoda tatiyotgan bir narsa bor. Dunyodagi bir hayoti bor, bir oilasi bor, bir uyi bor, bir xizmati bor, ya bir tijorati bor. Ish qilib dunyodan ilayotgan bir narsa bor. Mushundan ayrilib ketishdan qo'rqadi. Dedim ya,
ahiretke haqiqiy ishongan odam buningdan necha hassa ortiqning borligini tushunadi va dunyoni tushungan odam bu dunyoda erishayotganning ko'p emasligini tushunadi. Qur'on dal mush shaklda javob berdiki, qul mata'ud dunya qalil. Dunyoning sen erishayotgan narsa oz o. Allah şehitlikka qarta hazırlagan mukofotlarga serishtirgan vaqtida yo'qning o'rnida. Biz insonda bo'lsin dunyoning hajmi bilan qarasak bo'lmaydi. Dunyo necha ming yillik tarixga ega bo'lishini qat'iy nazar, balkim necha million yil, necha milliard yil masalan. Dunyoning bugungi taraqqiyotlari, noz-ne'matlarining qanchalik ko'p bo'lishidan qat'iy nazar, biz o'zimizning hayoti va o'zimizning erishalaydigini bilan o'lchaymiz dunyoni. Buningga nisbatan oxiratdagi ajr va selishtirish mumkin emas aslan. Andikin oyat başdan tatib ta hozirga qadar sizlarga tushuntirayotgan nuqtaga qadar diqqat qilganimizda Alloh subhanahu va taolo oyatda mu'min gruppining mu'min jamoatninki, ya'ni musulmonlarninki qanday bo'lishi, qaysi ideyada, qaysi fikrda menish haqida bir xil tarbiya berayotgan, tarbiyalayotganligini qanday qilamiz, his qilamiz qarindoshlar. Ya'ni agar vaziyat yani bayatındıkınımdaki umum menfaat müminlerinin umumisinin taqazzası bugün namaz okuşunu, zakat verip jim turuşunu taqazza qilsa, senin üzerinin şahsi talabın qanchalik ulab kelsin, bu yerda jim turishing kerak. Bir nokta. Andan keyin umum menfaat jangi chiqishni taqazzo qilsa, urush qilishni taqazzo qilsa, hatto u yerda o'zining jinini qurbon qilishni taqazzo qilgan vaqtda men mush jangga chiqmasam saq qoladim degan bir shaklda keyiniga chekinib olmaslikni taqazzo qilyapti. Ya'ni sening qalbingdagi sukut qilish, jang qilish, pastga tushish yoki qo'zg'alish, g'azablanish yoki xushal bo'lish sening shaxsiy manfaating, shaxsiy ahvoling uchun emas, Alloh uchun bo'lishi kerak. Bu yerdagi Alloh uchun deganimiz, ya'ni Allohning zimindagi bizdan talab qilgan, menishni talab qilgan bir yo'l va bizdan shakllantirishni talab qilgan bir jamiyat va qurishni talab qilgan bir davlat va mushuning uchun bo'lishi kerak degan gap yani. Ya'ni mu'minning qalbidagi yulinish hedef, nişan muşuduş gerek ki şahsi üzü emas. Yani sen üzerinin şahsi ehvalini de mesela bir gurrun kozgaldı çıkıp uruştun. Bir iktisadi menfaatin zararıge uçurgılı koptu uruştun. Sana şahsi olarak başkala zarar saldı. Bunun için uruştun. Tabii ki üzünü qoqdaştın uruştun yok mu başka ama mesela umum menfaatini umum vaziyetini üzerinin şahsi işi için tatip söylep girdin ya ki şu umum vaziyetini şunun için kozgattın, bu doğru emas. Belki sen üzerinin şahsiyetinden butunlay ayrılışın gerek. Bundan da kelim fakat üzünü oylamasın demek emas, ama umum menfaatla senin menfaatin tokunuş gelgen vaqtida sen üzerinin menfaatini qayırıp koyuşun gerek, umum menfaatini o muhim o'ringa chiqarishing kerak. Bu yerdagi umum manfaat atalg'usini ishlatishim, Alloh uchun deydigan bir atalg'imiz bor, fi sabilillah atalg'usi. Bu nima degan gap desa, jiq kishilarimiz gunguchni oladi. Alloh ziminni qurishni talab qilgan bir jamoat bor. Alloh ziminni qurishni, shakllantirishni talab qilgan bir jamiyat bor. Bir yo'l bor, bir manhaj bor, bir dastur bor, bir davlat bor. Mushu Allohning yo'li. Bunun için hareket kılış, Allah'ın yolda hareket kılganlık. Yürürken Allah için soksun diyenlik, muşnun için soksun diyenlik olur da kardeşler. Yani şahsi menfaat olan bu doğru gap kalgan vakitte üzerine neçinci orunda, ikinci orunda mutlaka koyuşun gerek. Yani seni muşu yoldan başka iş hareketlendirmesin. Seni muşu menvaatqa yolundan başka her kanday iş sükunatqa, yani sükut kıldığımızın. Menvaatqa yolunun taqazzası hareketleniş olsa, üzerine oylamay hareketlen.
Məngvatqa yolunun taqazzasını, Allah'ın yolunun taqazzası hərəkətleniş olsa, canını oylamay hərəkətlən. Mana bu ayətdən bizge demekçi olan nemo bir nokta, qarindaşlar. Endi ayette uruş qilish meselesi tilga ilinib necha kundan beri. Bu ayette şunun meselesi. Biz bu haqda bir meseleni azroq yuritib o'taylik. İlgirki darslarda yuritdik. İslamdagi urush aslo ve asla İslam aqidasini boshqalarga majburiy tengish uchun kelgan emas. Chunki majburiy tengilgan aqida munofiqdan boshqasini shakllantirolmaydi. Bir dinga majburiy kelgan odam shu dinning munofiq bo'ladi. Bir yo'lga majburiy kelgan odam u yo'lning munofiq bo'ladi. Düşmanlar bizni o kadar mecbur ediyor ki özünün yolga ekrenmedi hazırlık kadar. Gerçi aramızda şekli cihette ulağa şunday güvengendek insanlar olan bilen kalbini kontrol kılamaz. İslam hiç kaçan, hiç kimini İslam'a mecburi kirgizmeydi. İslam'daki oruçların asaslık manisi neymi dese, hem adamın ki yol tallaş, hayatta yol tallaş erkinlik oluş gerek. Bu erkinliknin aldığını buğduğan her kanak güç olmaslık gerek. Bir adamın özünün aqidasini, hayat yaşaş yolunu tallaş tamamen erkinlik oluş gerek ki la ikraha fid din, qad tabayyana rushdu minal g'ay. Dinde mecburlaş yok. Tamamen erkinlik erişip bolgandaki o adam Allah'ın yoluga yani dinini tallası mı ihtiyar, özünün yolunu tallası mı ihtiyar, onun tamamen yaşaş hukuk oludu qarindaşlar. Endi kişiler açtı Allah'ın yolunu tallavatqa vaqtda men ma dinni yolunu tallaytdim, men musulmon bilan yaşaytdim degan vaqtida bunun aldığını tosap ya sen onda yaşamaysa, sen Müslüman olmaysa, sen bizde yaşaysa, sen müşrik olsa degan şekilde mecburi besim işletidigan kuchlar ortaga chiqadi. İslamdagi urush dal mushxil kuchlarni o'rtadan qoldirish, kishilarning aqida, fikr, ideya, din jihatda mutlaq erkinlikligiga kafolatlik qilish bo'ladi. Dinning dastlab yo'l qo'yishdagi tipik maqsad shu qarindoshlar. Hargizmi bu urush bir shaxsiy manfaat, sening bir shaxsiy zararing uchun umumiy manfaatni zararga ushiradigan shaklda urush qo'zg'ash ma shaklda bo'lmaydi qarindoshlar. Ya'ni takrorlashning hojati yo'q. Mengvatqa yo'limiz, ishongan iymonimiz, yashayotgan prinsip, manhaj, qimmat qarashlarimiz bizni o'zga shu qadar bog'lasunki, harakatimiz va sukutimiz shuning taqozosi bo'yicha bo'lsin qarindoshlar. Yani ayet ondan başka. Ayetnin içinden çıkırgını bayatını dep öttük. Onu yukarıki tilgınınganından başka. Uruş kılış, köreş kılış, ahırgıca bu yolunu davamlaştırış nezrisi bilen emniyet biraz farklı. Bu noktada mı ayet bizni biraz qanday ulaşqa aldın ala ideya jihatdan tayyorlik qilishga qanday qiladi buyuryapti qarindoshlar. Hani bilimiz biz mangan bu yol odatdagi yol emas. Bir adamning musulmon bo'lishi odatdagi musulmon bo'lishi emas. Bir adamning la ilaha illalloh deyishi odatdagi ish emas. La ilaha illalloh Allah cennet bermoqda. Nimishqa? Chunki bu yol asli bir to'xtam yo'li, bir savdo yo'li. Qur'on davomli buni nimaga o'xshatdi? Savdoga o'xshatdi. Biz bir narsalarni birimiz, bir narsani olamiz. Bizning biladiganimiz hayotimiz, mamatimiz, oladiganimiz cennet. İnnalloha ishtara minal mu'minina anfusahum ve amwalahum bi anna lahumul cennet. Sure Tövbe'nin 111. ayetinde. Allah bilan biz elish berish qilyapmiz. Ilim setim qilyapmiz Qur'onning ifodasi bo'yicha. Biz hayotimizni, melimizni bu yo'l uchun beryapmiz. Allah bizga shuning qarshiligida cennet hazırlayapti. Bu manda yo'l bu. Yeni bir ayette Sure Saf'ning 10. ayetinde Allah bu yo'lni ticaret deb sifatlaydi ki hal atlukum ala ticaretun tunjikum min azabin alim. Sizni dertlik azapdan qutqizadigan bir ticaretga boshlab qo'ymaymiz. Yana biz bu yerda bir narsa erishadigan narsamiz bor. Endi biz o'yinib boqaylikmi kelgan vaqtda bizning birdig'inimiz nima? Uning hajmi qanchalik? Erishadiganimiz nima? Uning hajmi qanchalik? Surishtirib boqaylik. Bizning birdig'inimiz hayotimiz. İnsan hayoti qanchalik qarindoshlar? Bizning hayotimiz qarg'a vaqtda biz dunyoning umridan qarash qolmaydi. Dunyo necha ming yillik dunyo. Dunyoning kengligi bilan qarash qolmaydi. Biz hamiz yashamaymiz. O'zimizning erishadiganimiz bilan qarashmiz. Normal bir inson agar kichik
buvoq vaqtida, bola vaqtida, o'tir yoshda o'lib ketmadi bir qazo sababidan deyilgan taqdirda, normal insonlarga o'xshash ömrü ko'radigan taqdirda insonninki hayotdan mustaqil bir odam sifatida ep yashaydigan vaqti 40 yildan oshmaydi ko'p hollarda. 40-50 yil atrofida. Ya'ni bak qisqa bu. Sizning erishadigan vaqtni dunyoning ömrü bilan solishtirma. O'zingning erishadigan 40-50 yillik, 40-50 yilga borsang. Bunun bilan solishtir. Dunyoda nozu ne'matlar o qadar ko'p. İnsan erişdiği narsalar o kadar köp ki, ama kişi bir şahs insanın erişdiğini şuların için ma'lum bir kısmı. Dünya o kadar iken ki, senin erişdiğinin üzerine güçlük, bir üç kız öy, ya iki kız öy, en çoğun olup gelse, ya sıdak, çoğun öy. Ama o mu nispeten küçük yani dünyanın. Demek ki senin etrafındaki o dünyalığa, o dünyadaki nazım nimetliğe, o dünyadaki terakkiyatlığa, o dünyadaki imkaniyetliğe qarab, bunun hemmesi meninki deb hesaplama, senin erişdiğinin nayet az bir kısmı. Endi sen muşu çeklik vaqt içinde, çeklik daire içinde ve çeklik bir şekilde erişdiğin bu nesillerinin karşılıqıda, muşunu biriş karşılıqıda, muşunu sarf qilish karşılıqıda cennet kirişsin. Cennetning sifati qanday sifatli qarindoshlar? Biz bugungi oyatimizda jannatning ahvoli yo'q, jannatning sifati yo'q. Ama başqa oyatlarimizda, başqa darslarimizda biz bu to'g'riliq so'zladik. Jannatning zamoni cheksiz, makoni cheksiz. Eng yuqori darajasi, buni sifatlashning eng yuqori darajasi senin qalbingga keçip bakmagan, ko'zing ko'rib bakmagan, qulog'ing anglab bakmagan darajada nozik ne'matlar var ki, dünyada en çoğ taraqqiy qilgan yoki eng çoğ imkoniyat bir kuni bassa bir narsa kelishi mumkin aldiga. Boshqa tarafdan akilishi mumkin, akilinishi. Ammo jannatda xiyolingga keltirdingmi, hozir bo'ldi. Manda shakldagi nozik ne'mat. Endi dunyodagi erishadigan agar erişəlisən təxi, erişəməsən yəni onun da mutavlıq imkaniyyətin əmdi. Erişinin ən yuxarı çəkidiki bir halətini itibarı əbdub, dünyadakı erişdiğin olan ahirətkin səlişdə olsan, dünyadakı bizning biridiğinimiz yoxның orunda. Erişdiğinimiz acayip katta. Əmdi bu soda, biz aşda yox nərsini birib, acayip katta bir nərsəki erişdiğin bu soda, acaba qanda soda bu əmdi? Bu intayin bir paydalıq soda. Bu so'da foydalılığını biz Allah subhanahu va taala bu noktaların hemmesinde bizning menfaatimiz üçünlam bizning menfaatimiz üçünlam buyuruvatıdı buyruqlarning hemmesini. Bizning menfaatimiz üçünlam berivatıdı ta'limotlarning hemmesini. Şoňaşqa bugungi oyatimizning oxirisida Allohninki mata'ud dunya qalil, dunyoning menfaati az vel ahiretu hayrun limen ittaqa. Ahiret haqiqiy o'zini saqlagan kishi uchun yaxshi deyishning sababi bu qarindoshlar. Ya'ni bu savdo. Alloh bilan kirgan bu iymoniy savdimiz ajoyib bir savdo. Sap foydaligini biz buning uchun. Anikin oyatning oxirisida wala tudlamuna fatila. Sizlar qilchilikmi qana qilinmaysizlar, zulm qilinmaysizlar. Deb o'tdik nurg'un darslarimizda fatil bir uruqchininki, mevaning uruqchisining ustidagi bunda bir yipchilik narsa asli fatil bo'ladi. Bu yerda bu so'zni qo'llanilishi, ya'ni eng oddiy, biz Uyg'urchada qilchilikmi deymiz, ya qilchilikmi zulm bu. Endi oyatda zulm qilinmaysizlar degan so'z tilg'ilindi, lekin odillik quchaysiz degan so'z tilg'ilinmadi. To'g'ri, agar biz odillik quchab qolsak, bechoralikka tushib qolamiz. O'zimizning qirg'inga tushlik erishib qolsak, biz bek miskin bo'lib qolamiz. Alloh subhanahu va taoladan shunlashqa Allohning adolatini tilamaymiz. Allohning fazli, marhamatini tilaymiz. Allohning bizga o'lcham bilan berishini emas, balki ihson bilan berishini tilaymiz. Chunki adil o'lcham bilan bizning qirg'inimizga tushlik berib qolsa, erishadiganimiz bek azob qoladi. Alloh bizning qirg'inimizni eshirib, fazli marhamat bilan o'zining mabandamga bir bitaya degan shaklda bir bitishini, ihson qilishini talab qilamiz. Sura Yunusda Alloh buning bishoratini bizga bergan. Qul bi fadlillahi va rahmatihi dan'i Muhammad rasululloh Allohning fazli, Allohning rahmati bilan bo'ladi.
Aşın olan cennetke kirdi mu'minler. فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Ana şundan hoş olsun. Dünyadaki toplanan nesranın hemmisinden bu yaxşı. Deydi Allah subhanahu ve taala. Vakit münasebeti bilen dersimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah Allah nasip kılsa kile saatlik derste görüşümüz qarindaşlar. Kile saati küreşkenge kadar hemmanlarını Allah'a emanet kıldım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.